Suv bo'yida turgan yigit. Xo'p, az qadrdonlar, bugun kelgan joyimiz 16 sotkga joylashgan. Ikki taraflama kanal suv o'tgan ekan. Egalaridan aytish bo'yicha yomon maqtanib tashlashdi. Laqa baliq, qaras baliq to'llar. Xullas kalomchi narxini o'rtasida aytib boraman. Yuring operator. Shoshilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yugurishimga 5 mi yo'qmi? Qarang. Hop, 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 hop. Bismillahirrohmanirrohim. 2,5 sotkga joylashgan xonadonga kirib kelamiz. Operator vizualni bir ko'rsatib tashlay xonalarni. Korobka holatida svet, gaz, suvlar, hamma kommunikatsiyalarni o'tkazib qo'yishgan ekan. Operator yuring xonalarni ko'rsating. Plus boshidan oxirigacha podvalga ham ega ekan. Bitta liboy biznes qilsangiz bo'ladi. Operator, men Makkasiga nima deysiz? Makkasiga keling. Vakmakmi deyman? Bu nimani dalolati? O'rgili, orqa tarafida 13,5 sotklik tomorqasi bor ekan. Egalar Makkaga ham ekib qo'yishgan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Xullas kalom, az qadrdonlar, sizlar uchun narxini 65 mingga baraka qilib qo'ydim. Astoydil oluvchilar bo'lsa, yana chiroyli qilib sunnatga kelishtirib beramiz deyishdi. Yana bir afzalligi, nobodagi bu joy kattalik qiladigan bo'lsa, voy 2 dan tortib 4 gacha bo'lib sotib yuborishaverar ekan. Qiziq qalla ekrandagi raqamlarga 24 qo'ng'iroq qiling.